Assalomu alaykum Chorva baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, mana bugun sizlarga Xudo xolim nasib qilsa o'yinimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga juma, hammalar juma ayyominglar bilan 2025-yil 21-mart Navro'z bayrami bugun. Xudo xolasa Navro'z bayraminglar bilan hammalar tabriklagan holda o'yinimizni boshlaymiz. O'yinimizni shartlariga kelsak, kimgadir $1000 pul yoki bo'g'oz mol yoki boshqa o'rinlar 5 ta o'rinimiz bor, 4 ta qo'y. Qani unda videomizni boshlaymiz-da, Sobir aka. Keling endi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jahongir, tayyormisiz? Tayyormiz. Xudo xolasa o'yinimizni boshlaymiz. Jonli efirda jigarlar, ko'rdinglar mana 493 bo'ldimi? 493. 493 ta biletni jonli efirda ko'rsatdik mana. To'g'risi bu biletlarda mana $1000 pul Jahongir aytilgandek. Aha. Agar kim pul olmaydigan bo'lsa, mol ham tayyor. Molni videosini ham ko'rsatamiz. Chunki hozir molxonada ololmadik, sababi Wi-Fi yaxshi ishlamagani tufayli u yoqda ololmadik. Aynan uyda oldida olyapmiz, endi stroyka bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Mana bilet 493 ta $1000 pul yoki bitta bo'g'oz mol egasini kutadi. Endi hammaga omad tilaymiz. Jahongir, hammaga omad tilaymiz. Bitta xojonalarimiz bor, bitta duo qilib berishadi. Kimga nasib qiladi, buni Alloh biladi. Shuning uchun ham mehmon kelgan, mana xolamiz Namangandan qayerdan keldingiz? Chortoqdan keldingiz. Shu o'yin halolligini hamma yo'qni ko'rdingiz-a? Keling, chiqing xola. Mana shu tarafga o'tib oling. Xola bitta duo qilib berasiz, o'yinni boshlaymiz. Alaykum assalom. YouTube tomoshabinlari, Sobirjonning klientlari, omadingiz bersin, ilohim qo'llasin, omadingizni bersin. Amin. O'yin halol ekan, halolidan bersin. Allohu akbar. Jigarlar, hammaga omad tilaymiz. Xudo xolasa, kimga nasib qiladi, hammasi qiziq. Ayni to'g'risi menga ham qiziq. 493 ta odam egalariga kimgadir pul yoki mol yoki mana 4 ta qo'y. Qo'ylarda endi Jahongir bunday qilamiz. Bir chekadan ketaveramizda yoki qanday bo'ladi? Misol uchun bitta qo'y, birinchi qo'y, ikkinchi qo'y oxirida o'ynaladi. Qizig'i yo'q, ha? Molni oxirida o'ynaladi. Keyin hamma qo'y bir xil. Ha, hamma yo'g'i bir xil tanlab olaveradi, ha? Endi qarang, Jahongir. Ha. Boshlaymiz. Jahongir, bitta aralashtirib olaman. Xo'p. Chunki hayajonli daqiqalar bor. Men mayda-chuda bolachalarni jiyanlarni chaqirganman. Shtobi meni qo'lim mashinaga kirmasin, bir hali panogramma o'tib ketmasin. Aralashtirib olaman. Birinchi 1 2 3 4. 5-o'rin bo'ladimi? Ha? Molimiz 5-o'rin. 5-o'rin. Oxirida o'ynaladi. Qo'yga ketdik. Bitta qo'yga, birinchi qo'yga. Kelingchi, textab turing. Mashina ichidan bittasini olasiz. Bir donasini. Qaramasdan bitta bilet olasiz. Qo'yga. Menga bitta qo'yga. Bu. Endi men daftarimni ochib olaman. Kimga nasib qildi birinchi qo'y? Okey. Tak. 415. 415. Kemaykenayimda 415-bilet. 415. Qo'y, bitta qo'y. Endi bitta narsa bor, bu yerda oldin men ana qilardim. Telefon qilamiz. Telefon kerak. Nomerini. Menga bitta ruchka kerak, 94lik. Olib keling kamerani. Sizlar shart emaslar. 415 bilet ko'rsating. 94lik 653 0968. Telefon qil. Bering telefonni. 5-chi. yana qiling. Bu odamga telefon qilishyapti. Nomerni qaytadan ayting. 94lik 653
0968. Kim edi yine? Cho'rnovoydan ham ko'ramiz. Havza qilib turinglar. Boshladingizmi? 415-nomer egasi hozir Nizona chiqdi. Baribir YouTube'da bizni ko'rasiz. Albatta bizga telefon qiling. Mana shu qo'ylardan bittasi sizniki bo'ldi. 415-raqam. Men daftarga yozib qo'ydim. O'zimga aloqaga chiqasiz. 5-o'rin. 4-o'ringa bitta aralashtiramiz, xudo xolasa. Aralashtiramiz, keyin diğerlarga torttiramiz. Yaxshilab aralashtirib oraya. Oysha xonim keladimi? Ha? Keling bitta tortingchi. Mashadan bitta oling. Keling, ashundan bittasini olingchi. Bir dona oling. Bir dona. Bo'l. O'tir. Tak. Bu 4-o'rin. Yana bitta qo'yimiz. Yana bitta qo'yim. Shulardan bittasi. Qarang, bitta oxiridan, bitta boshidan. 21. Boya bittasi so'radi 21. Olib keling. Mana. Mana 21 qo'y egasi. Jonli efirda so'radi 21. Tak, 21 ga bitta qo'y yozamiz. 93lik yoz. 905 Nimaga to'xtab qoldinglar? Egasining nomeri Nizona degan, shunga nomerini istab telefon qildik. 905 35 31 nomeri. Daftardan ham ko'rsatib qo'yamiz. Olib keling. 21 ni ko'rsating. Ko'rdingizmi? 905 35 31. Chaqiryaptimi? Alo, assalomu alaykum. Ye, chaqiryapti demi sen? Diromkani ochib olasiz. Hozir. Shunday baxtli bilan telefonga ketolmasak. Hozir ro'za bo'lib, hamma charchagan, dam olayotgan paytiga to'g'ri kelib qoldi. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Opajonim, sizni Chorva Baraka kanalidan bezovta qilyapmiz. Hop. Siz Marhamat tumani Dehqonobod qishlog'i 37-xonadondan Sobirjon degan yigitdan mol olodingizmi? Ha, olgandik. Xo'jayin olibdim. Qayerdansiz? Shirmonbuloqdan. Buloqboshdiman, Shirmonbuloq. Buloqboshi, Shirmonbuloq. Opajon, sizlarga o'yinimizdan xabaringiz bor edi. 4 ta qo'y, $1000 pul yoki mol tikkandik. Bu aytayotgandek bo'lyapti, kecha aytishga kerak. Qarang, akamiz Rossiyada bo'lsa, akamizga aytasiz, siz bitta qo'y yutib oldinglar. Oh, güzel. Ha, Voy, qarang. bitta qo'y sizlarga nasib qildi. 4-o'rin bo'lib bitta qo'y sizlarga chiqdi. Asosiy xo'jayinim shu yerda, ko'chada hozir. Yo'q, hozir biz jonli efirdamiz, YouTube'ga video olyapmiz. Siz aytib qo'ysangiz, biz o'yindan keyin sizga telefon qilamiz. Ha, o'yin. Xohlasa kelaversin. O'yin bo'lyapti, ha. Yaqin ekan. Telefon qilamiz. Siz qo'y yutdingiz, xullas tabriklaymiz. Ha, bo'pti, rahmat. Xo'p, Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, xo'p. Tak, endi Ikkinchi qo'yimiz ketdi. 21 415 ha. Yana bitta qo'yga. Yana bitta qo'yga bo'lganlar. Hozir 3-sovrin, общий 5 ta sovrinda 3-chi ketyapti. Keling, Islombek bittasini. Mana 3-chi sovrinimiz ketdi. Bir dona. Bitta oling. Tak, ikkita qo'yimiz ketdi. Ha, 3-chi qo'yimiz. Yana 3-chi qo'yimiz bo'ladimi? Bu 3-chi o'rin bo'ladi. 3-chi o'rin 3-chi qo'y. Shunaqa bo'ladi? Ha, 3-chi o'rin bo'ladi. Opa. Jahongir 193. 193. 193. Bitta ko'rsatib qo'ying yana bir qilib. 193. 193. 3-chi sovrinimiz. Tak, telefon qilamiz. Teringlar. 97lik. Men o'zim teraman, qo'chib.
97lik ko'rsataman hozir. 193 bo'ldimi? Hı. 557, 557, 44, Ko'rib turibman. 24. Diromkani ochib olasiz. Bu bitta ko'rsatib qo'ying. Keling. Biletlari yozilgan hijolat. Qaysi? Mana 193 yutdi. 193 yutdi. Endi telefonda ham mana uni ham ko'rib qo'ying. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Aka, alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Rahmat, qalaysiz? Tinchmisiz? Ko'rib turib Shakirov akamiz. Sizni Chorva barakadan bezovta qilyapmiz. Aka, ko'rib turibman aka. Ko'rib turibdi. Bizni uje ko'rib turibdi mana. Qo'y qulluq bo'lsin, boshqa gap so'z yo'q. Qo'qonda. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Qo'qonmi? Qo'qon aka, Qo'qon. Boshqa gap so'z kerak emas, tabriklaymiz. Bo'ldi aka, gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. Xo'p. Mana kutganlarga Endi ikkinchi o'ringa. to'xtab turinglar. Kelmay turing, bitta aralashtirib olay. Chunki jigarlar aralashtir deyapti-da, mana aralashtiryapman. Hozir pashti bitta oxiridan chiqdi, bitta boshidan, bitta o'rtadan. Endi qayerdan chiqa bilmayman. Mana. Oling bitta. Duo qilib turinglar. Ikkinchi. Meni qo'limdan hech O'rin bola bu. kelmaydi. Sog'lom emas. Men hammaga chiqargim keladi, lekin buni iloji yo'q. Masalan, men bitta ko'rib olay. Kim ekan bu? Baxtli inson. 92 yana qo'y yutdi. 92-bilet egasi. Ko'rindimi tana? Ha. Yaqinroq bitta. 92. O jonli efirda ham ko'rish, so'rashyapti. 92. 92 ga telefon qilamiz. 4-sovrin. Men menga belgilayman. 33lik. Birinchi yutuq egasiga tegdi. 518 19 50. Nurali tog'a. Nurali tog'a. Qaysi? Marg'ilon. Marg'ilon. Marg'ilonlimi? Nurali tog'a ko'p mol oladi. 7-8 oldi shekilli. 7-8 ta mol olgan odamga chiqdi uje. Bu Sahranitda ham chiqdi-da mana. Ko'rsatib qo'ying. Mana bu. Uje telefon qilsa. Ikkilam ichib qoldi. O'n 19.50 ga ol. Hozir oxiringi qo'yimiz ekan o'rtoqlar. Oxirgi qo'y. Endi birinchi o'rin. 4-sovrinimiz o'ynaldi. Assalomu alaykum. Assalom aka, yaxshimi? Nurali tog'a yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Men Sobirjonman Chorva barakadan. Ha, taniman. O'tirardi. Jonli efirda yo'qmisiz? Ko'rmayapsizmi bizni? Bu jonli efirda emasman, hozir dam olyapman. Dam olyapsiz ha? Endi shu dam olishingizga bitta yana eshiting, dam olishingizga yana bitta dam olish qo'shimcha qilamiz. Damni yana ham yaxshiroq olish uchun bir gap aytaman. Qo'rqib ketmaysiz, xursand bo'lib ketmaysiz. Aha. Bitta qo'y yutib oldingiz. Mana. Mangami? Sizga qo'y chiqdi hozir. 4-qo'y sizga chiqdi. Rahmat, otangizga rahmat. Xudo xolisa duolarni Xudo xolisa. Mollaringiz hali bittani aytib Hoji tog'a, men hozir bemalol gaplashaman. Siz tabriklagan telefon qilyapman. Hozir chunki pramo efir bo'lyapti, YouTube'ga video olyapti. Xullas, Nurali tog'a tabriklaymiz. Qo'y yutdingiz. Xo'p. Xo'p. Akalar, ukalar, Jigarlar endi Jahongir oh. eng qiziq joyga yetib keldik. Hop. Eng qiziq joyga. Endi hayajonli daqiqalar bo'ladi endi. Laykni gumbillatib turinglar. Endi menimcha Obuna to'g'ri gap. bo'lishdan chiqarmaysizlar. Oz pul emas, kichkina pul emas. Shu pulga misol uchun oddiy bir odam 3 oy kerak bo'lsa ishlaydigan pul. 3 oy, 4 oyda. Kimga nasib qilsa, Alloh rozi bo'lsin.
ming marta rozimiz. Bu Allohning yo'lida bu hech qanaqa qumor emas. Bittasi haligi nima desam bo'ladi, anaqada qumor deb yozibdi. Tushunchasi yo'q odamlar, to'g'ri tushunasizlar. Bu qumor emas, bu ko'ngildan chiqarilgan ehson. Allohning yo'lida, Allohning dargohida ehson qilingan. Bu narsani tiksak ham, tikmasak ham bizim mollar qolib ketadigan mollar emas. Hammasini xaridori bor, boshqa. Ba'zi Jahongir shunday odamlar bilan gaplashdim. Menga bilet kerak emas deyapti. Molni bering deyapti. Shuning uchun molni talashyapti. Xolos. Men prosta ko'ynimdan chiqarib mana 4 ta qo'y, $1000 pul yoki bitta molni ekson qilyapman. Alloh rozi bo'lsin. Yana bitta narsa bor. Jahongir, men bir odamga qo'y va'da qilgandim. Endi hozir u odam men yo'qotib qo'ydim, bugun paydo bo'ldi. Hop. Ulug'norli bitta nogiron tog'a. Endi men hozir mana 4 ta qo'ydi bittasini bezbo'y u tog'aga bera olmayman, tushunyapsizmi? Chunki u qora ko'zlarim bor, kutib turgan. Shuning uchun ham mana qo'ydan tashqari chalg'imanglar, YouTube'ga video olyapti. Mana qo'ydan tashqari bitta qo'y Hoji tog'a meni ko'rayotgan bo'lsangiz, Alloh rozi bo'lsin, mendan ekson o'zim olib borib beraman. Sizni yuzga. Chunki men bitta qo'yni va'da qildim. Men buning ichidan hozir marta kutganlar borda, buning ichidan mana bezbo'y achi tog'aga desam nomardchilik bo'ladi. Shuning uchun ham bitta qo'y men o'zim ishlarimni tinchitib olib o'zim olib borib beraman. Kamsin bo'ldi. Akbar, haligi nogiron tog'aga bitta qo'y mendan. Bulardan tashqari, xuddi qo'yni ko'rsating, xuddi shunaqasida. Aynan o'zim olib borib beraman. Alloh rozi bo'lsin. Endi qani, xullas, bunday qilamiz, mana shu pulga tortamiz, telefon qilamiz, mol ham tayyor. Mol ham. Videosi ham bor. Bitta pauza qilib turasiz. Videosini ham startga tayyorlab qo'yamiz. Bo'ldi. Pauzani ochib yuboring. Hozir men chaqiraman, kelar. Ochdingizmi? Ha. Akalar $1000 pulga ketdi mana. $1000 yoki bitta bo'g'ozim bor. To'g'risi, qo'yu endi mayli xo'p, shu $1000 ko'p muhokamalarga ega bo'ldi. O'zinikiga chiqadi yoki qo'liga bir bola qistirib oladi degan gaplar. Meni qo'limda hech bola yo'q. Abishni qo'l. Unaqa haromxo'r emas mana. Oddiy. Oddiy paket. Mana shu yerda 493 ta. Hozir 4 ta oldik. Qolgani mana shu yerda biletlar bor. $1000 pul kimga chiqadi? Halolidan bersin. Chiqqan odamga ilohim baraka qilsin. Vohada jigarlarimga cho'ta, ilmadi, voha kamda. Balki birinchidagi vohadir. Qani Oyshaxon tortadimi? Oyshaxon, mana shundan bitta oling. Bir dona oling, bir dona. Bo'ldi. Mana shu odam $1000 pul yutdi. Hayajonli daqiqalar. To'g'risi menga ham qiziqda. Menga ham qiziq. To'g'risi Xudo degan odam mana shu odam. Kimligini bilmayman. Mana ko'rdinglar, yosh bola tortdi. Bu yerda hech qanaqa qopda anaqa narsalar yo'q. Haligi Asakadagi xolamiz esidami? Mol yutgan. Mol yutgan. 3 kun oldin olgan molni. Opa. Men bitta o'zim ko'rib olaman. Bilet mana shu yerda turadi. Necha qiziq bo'lsin-da, menga qarang. Buni sirazi aytib qo'ysiz qiziq qolmaydi. Tay, men Juda tanishdim men yerda. Ishonavering. Kim edi ya? Bu ashaddiy muxlislarimdan. Kim edi lekin qiziq. Yana bitta narsa kimligini bilmayman. Jahongir bitta narsa. Agar kimligini bilamiz, Jahongir. Hop. Mol olib, ayni qimmatsirab yoki balo battar qilgan bo'lsa boshqa bilet tortamiz.
Aha. Kimligini oldin bilamiz. Men Xo'p. shartini aytib qo'yay, sababi bizga olib, bizni qo'limizdan boqibali baraka qilgan odamlik hisob. Kimligini bilmayman lekin. Telefon qilamiz. Shu yerda Namangan bo'lishi kerak. Men tayyorlab olib ko'rsataman. 73. Jahongir 270. Mana. 270-bilet. Siniq bo'lganda ko'rsat. Nomerini ham ko'rsating, telefon. 270 mana telefon nomeri. Endi to'xtab turinglar. Endi mana bundan ko'ring, mana. 270. Telefon nomerigacha. Ha, mana. Ko'rsatdingizmi? 270 ko'rsating. 473 33. Telefon qilamiz. 50'lik. Kim edi mana shu odam? Hozir Namanganlik. telefon qilsa. Yetmish uch 33. Kim edi ekan? Lekin mol olgan bu odam. Bu odam albatta ko'tarish kerak Jahongir. Prima efirda yo'q ekanda zinash. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom, sog' aka. Yaxshimisiz? Rahmat, kimsiz? Qayerdan edingiz? Aka. Ah, Sobirjon aka, assalomu alaykum. va alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat. Biz Atakadan O'zbekiston mol bozorini oldik, Sobirjon aka. O'zbekiston mol bozorini oldida. Ismi Payshanba bozori. qaysi molda olodingiz? Yana Mol olganmiz oxirida. yana bolani ham siz olgansiz. Aha. Hali qaytib kelganda siz olgansiz yana bolani, bo'g'ozda olodingiz a? Aha. Bo'ldi. Bu bola nechta mol oladingiz mendan? 4 olganmiz. 4 ta mol olgan ekan. 4 ta mol olganmiz. Siz bizni kuzatyapsizmi o'yinda yo ko'rmayapsizmi o'yinda? Ko'rib turibmiz. Ha, ko'rib turibsiz. Nimaga telefoningizni olmasiz, telefon qilsak? Endi keldi, yaxshi demayapti uchun. Nima yutganingizni bildingizmi? Yo'q, hali yaxshi ishlamayapti internet. Qarang. Nima kutyapsiz sovg'a? Oxirgi sovrinni kutyapti. Qo'ydimi? Yo'q, $1000. $1000 kutyapsizmi? Xudo xolasa. $1000 chiqqanda yarmini beramiz menga. Ha, Alloh rozi bo'lsin, siz $1000 pul yutdingiz. rahmat, sizlar ham rozi bo'lsin. $1000 pul yutdingiz, qarang. Sizda imkoniyat bor. Ha? Pulingiz tayyor turibdi. Aha. Kelib olib ketishingiz mumkin. Yoki mol bor. Bo'g'oz mol. Sizga video qilib tashlaymiz. Yo molni yo pulni olish imkoniyati bor. Xohlang molni oling, xohlang pulni oling. Sizni majburlamaymiz. Xo'p. Rozimisiz? Tabriklaymiz. Rozimisiz debman, tabriklaymiz. Nima olishini so'rab oling siz. Ha, bunga telefon qilamiz, ko'rsatamiz molni. Xohlasa pulni oladi, xohlasa molni oladi. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, sizlar ham rozi bo'lsin. Xo'p. Akalar, bugun o'yinimiz va nihoyat yakunladik. Endi misol mana qo'ldan kelgancha hamma yo'qni halol pok cho'tga qildik deb o'ylaymiz. Endi Jahongir bunday narsa. Bu yerda 493 ta odam o'ynaldi. 493 ta odam. Endi kimgadir chiqmadi deb hech qachon xafa bo'lmanglar. Chunki ertaga bomba sovg'alarni xabarini eshitasizlar. Xudo xolasa yana ham zo'r. O'yin yana juda kuchli avjiga variant. oldi. Mana shu biletlar yana qaytadan o'ynaladi. Mana shu biletlar yana o'z kuchida qoladi. 1 yil davomida o'ynaladi. Xudo xolasa ertaga bomba sovg'alar hali oldinda. Bu $1000 pul qo'y. Bular prosta tak boshlanish. Dals katta sovg'alar.
Joninglar sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Ehsonimizni Alloh dargohida qabul qilgan bo'lsin. Mendan xafa bo'lmaysizlar, qo'ldan kelgancha qildik. Endi bu narsani Alloh taolo kimi bo'yniga yozilgan bo'lsa, shu nasib qiladi. Sog' bo'linglar, Joninglar salomat sog' bo'ling. bo'lsin.